Sizlar bilan Sadi TV kanalidan Sodiq Jo'rasidagi Imzo kompaniyasi sifatli ishli romlar haqida ma'lumot berishni davom etamiz. Bu galgi ma'lumotimiz Namangan viloyati popda juda ham zo'r. Video davomida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishni davom etinglar. O'tgan safar bitta chempion, ikkita rom va orqa tomonga yana o'sha romlar qo'yilgan, ikkita 6000 serial, bitta chap bitta o'ng. Endi esa mana bu tomon ko'rishlar mumkin, juda ham idealni chiqdi. Ikkita chekkaga panoramik terma 65, o'rtada ham xuddi shunaqa panoramik terma 65, tashqariga ochilish. Uchtasi ham 3 kamerali profil, bir xil. Oynasi energiya tejovchi titandan qo'yganmiz, ichkari tomoni oq, tashqariga ochilish. Ko'rishimiz mumkin, ikkiga bo'lingan, bir tomon ochilish. Mana buni o'ng tomoni ochilsa, narigini chap tomoni ochiladi. Panoramik juda ham zo'r, tepasi bir xil liniyalarda olingan. Hop, profilimizda ochilish-yopilishlarini mana ko'rsatishim mumkin. Bu yerda petlar 3 tadan ochilish tashqariga hozir pena sepkarigacha quplab qo'yildi. Supla kompaniyasi rучка mexanizmi, quplanish bilasizlar mexanizmda. Juda ham zo'r holatda. Bu hozir xona ichidan ham ko'ramiz. Xona ichidan bemalol tashqarini ko'rsanglar bo'ladi. Idealni yorug'lik zo'r. Bu tomonda ochilishlar pastgacha. Shuni bu tomon ertaga parket qilinsa ham ko'rishlar mumkin. Zazorlar bor. Ochilish yo'nga italyanskiy mexanizm qo'yilgan, yengil ochiladi. Dabavishli rezinalari bor. Termo 65 profilim bilamiz, issiq sovuqqa juda ham zo'r. Mana shu katta holatda ham dvanoy mexanizm ochilishi qarang, qanaqa katta ochiladi. Havo aylanishi zo'r. Bu tomonda ham dvanoy bor, bunda ham bor dvanoy. 1 kvadrat metr bugungi kunda 190 dollardan boshlanib 300 dollargacha chiqadi. Nima uchun 190 deyapman? Oldin 250, 260 edi. 190 ya'ni gulxo'y. Ochilmaydi-ku umuman, ochilmaydi. Gulxo'y kalonli oynagi bilan shunaqa atrofida chiqadi. Agar sizlar mana ochilish qilaman desangiz 250, 260 dollardan baland chiqadi. Buni ham xuddi shunaqa ochilishi, yonga mana katta ochilish, dvanoy mexanizmi xuddi shunaqa. Qo'shlar mumkin. Italyanskiy mexanizm qo'yilgan. Shunaqa qilamiz, petlarni tepaga qilib, petlarni qo'shish mumkin. U tepadan ruchkani shuni orqaga qilsak, mana yonga ochilish. Ideal. Xo'p, mana shunday juda katta o'rnagan, qanday qilib usrovka bo'lgan. Ko'rishlar mumkin, yon tomondan hammasidan kirib urib qo'yiladi. Hammasidan. Nimaga? Chunki masofa katta-da bunda. Lambalanmasligi uchun. Xona ichkarisidan ko'rinish mana. Xudo xolasa bu yerlar bitgandan keyin juda ham chiroyli ko'rinadi. Bu rangimiz Alux Antrazit. Oldin qilib bergan bu tomonda turibdi. Bu tomonda oldin qilib bergan ikkita rom turibdi. Xudo xolasa remont bu yer boshlanadi. O'zim achi kutib turishdi. Ochilish yopilishlari hamma narsalariga 5 yillik kafolati bor. Mana xona ichidan ham ko'ramiz ochilish yopilishini. Yengil holatda. Tepaga qilamiz. Quplandi. Mana tashqaridan ham ko'rishlaringiz mumkin. Alux Antrazit rangini oynalar shunaqa uyda ochdi. Buni katta formatda ko'ramiz. Xudo xolsa zinalarni ham chiroyli o'xshatsa, remontdan yana bitta obzor qilishga harakat qilamiz. Sizlarga ham xuddi shunaqa termo 65 romlar kerak bo'lsa, bog'lansanglar chiroyli qilib beramiz. Kvadratni aytib o'tganimdek, agar ochilishli hisobida oladigan bo'lsa, 250 dollardan 270, 280 dollargacha chiqaveradi. Razmeriga qarab, dizayn, fasonga qarab summalar chiqaveradi. Bizni kuzatishni davom etinglar.